Dostlar yaxşımsizlar, bugun men sizlarga 2 savollarga javob berib keldim. Birinchi savol. Atalar, men sizga bir göstereyim. Karamaydı siyudaska, geri gelir senin başka yelgenedim öyle kaska. Bu videoda sizlarga bahrlab qo'ysam, nurg'un do'stlarimiz so'rabdi. Hada sizlarga o'yinimiz taqvoga bu yog'liqimizdagi chiroyli keldi, sizlarga bu degandek savollar bo'ldi. Bu yog'liq emasga, shunday ranglarda shunday chiroyli loyihalarda bu yog'liq emas, bu qanaqa narsaga bizlar bu bo'yatirib mana bunaqa. Sıvı küzge bunun için şu yedurlar var ki, şuncak yaxşı geldi bu mahsulot. Ben bunu yaxşı görüp işlettim, hesapta ben 3 tapdek işlettim. Şunun bilen aşk vlogu çıkarsak nurg'un do'stlarimiz so'rabdi, bu hedefim nima bu degandek. Şunun bilen ben özüm yaxşı görüp işlettim, hem önümünü ko'rdim. Bu mahsulotni ben obrazdagilar emas. Shunday sharoitda mu, hem yaxshiligidan nurg'un do'stlarimiz so'rganlikdan ben o'zimniki doim başbetdagi mazit ko'zligiga ilib qo'ydim da. Aslında shu yerga sepasalar bu bek yaxshi bir mahsulotga, buniki tuzliqni tortib, ballik ichibaga ben qanday alaylik yaxshiga degan savolga, endi buniki faqat 6 soatdan 6 soat bo'lgan aralıqda qisqa holatda bu yondagi jingriga shundan qayda qilganda, bu jingrisi erilar davomli turda kuniga bir tonni chaqib olsanglar, bu başning og'riqlarini qo'yib qoladi ekan. Mening jingri bek erib deb bilimdan og'riqlar. Bu mahsulot men biz ishlatgandan keyin men shunday yaxshi o'zimni ko'rdim. Beshimdan og'rig'im shunchalik darajada pasaydi-da. Bunun ustiga hozir mas kuz kirish bilan yezning havosida cho'ng o'zgarish bo'lgan. To'ng'igan havolarda bu bo'yinni shunchalik qo'shib ketganda, to'ng'igan sharoitda beldim issiq tutsa, bo'yindimi qisiq bir shunchalik bir haroratni his qilgan vaqtda bir to'ng'ish tuyg'usi bo'lmaydi ekan. Shunchalik qo'shaqdi, shunchalik yaxshi ko'rdim. Yaxshi bo'lganligi uchun sizlarga hamma xalash qildim do'stlar. İkinci savol. Sephora çeşirishdagi sizning doim bosh betingiz yo'q bo'lmasa chiqizgansiz hikoyalarni degan do'stlarga javob. Meningki shu doim do'konimda eski amallar setlab tugab ketdi-da. Lekin bu Sephoraning qurg'uvchisi Shernay liderninki buniki doimsiz va ularni situatsiyalar bo'ldi. Ya bo'lmasa shu Shinjongning har qaysi joylaridagi Sephoraningki qonunli hamkorlashuvchilarning situatsiyalar bo'ldi. Bularni bunday ya. Lekin endi men yana bir turkum mol kelib men doimdagi do'konimga ilib bo'lgan aniqda qog'ozni setib bo'ldi. Mol kelgan hamon men sizlarga yana ilib bermoqchi chog'da meni qo'llash yuzasidan meni doim bosh betim kirib mazitchiki kirib situatsiyalar do'stlar. Nurg'un do'stlarimiz so'rabdi, hada chichongiz nimonda qo'yib, nimonda tiz o'sdi deb. Meni ko'rib kelayotgan do'stlarimiz bilsizlar, men afsus xizmat qilishda burun chichimning o'zida 5-chilik deydi. Ana men kelib xizmat qilish jarayonida shu bir 5-6 oy bo'lib qolaydi deb mush vaqtning ichida bu chichim. Bundan burungi blogerlarni ko'rib baxtalar bo'ldi. Qanchalik Allohning ichida qanchalik darajada o'sganligi. Bu endi Sephora chash yurishligininki to'g'risida 100 so'da foydalansangiz chichimning shunday tizaladi, shunday yaxshi o'sib ketirganda, uning ustiga mush oldinlarda shunday chashlar ozlab ketgan bilan shunchalik chashlar chiqib ketdi do'stlar. Endi sizlarga shunday bir yaxshi bir mahsulotni ham bahrlash qilganligimda shunchalik xush bo'ldi. Men shunday qilib 3-qadamni qarab yetish vaqtimda tushdi. Bu ketib safar qayoqqa desanglar, endi qo'ldan biz Qashqarga qarab Mangdu shu 10 bayramda Qashqarda qiynalib yo'qlash, Qashqarga o'tib qolganlar bilan tutmoqchi. Bu jarayonda aktiv energiyada yaxshi bir narsalar bo'lsa, sizlarga taklif qilamiz do'stlar. Bundan sonra